Qutulib oldingiz mana xudo xolisa. Amaliyotlar tugadi. Og'riq sezdingizmi, sezmadingizmi? Bilmadingiz-a? Uxlab yotdingiz turib. Uxlab qolibsiz-a? Gaplashib o'tamizmi dedim siz bilan? Bo'ldi, yaxshi. Xudo xolisa qutulib oldingiz mana. Necha yillik dard edi bu sizda? 2 yillik darddan qutuldingiz xudo xolisa. Assalomu alaykum. Qalaysizlar, xola? Yaxshimisizlar? Salomat bo'linglar. Qalaysizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xo'jayiningiz soppa-sog'lar, dardlardan qutuldilar xudo xolisa. Yaxshi o'tdi operatsiyalar. Hech qanday xavotir olish bo'lmasin. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hozir chiqadilar. Ko'rasiz, o'zingiz salomlashasiz, gaplashasiz, xushlardalar. Xudo xolisa qutuldilar darddan. Inshaalloh qovuqlarining ob'yomi ham yaxshi, xudo xolisa. Normada kichikroq, lekin o'ta yomon emas. Xudo xolisa yaxshi bo'ladilar. Bo'ptimi? Xursandmisizlar? Xursandman. Bitta duo qilinglar. Qo'llarini yengil qilib, Shohibeda sabab qilib. Shafidamman, yengil o'zingiz qilib qo'yding, Allohim. Avvalo o'zingizni shukr. Shohibeda tanajonlarini saqlang. Ishlarini hamisha ilgari qilgin. Allohim, o'g'illarni mehribon qilgin. Farzandlarini Shohibedga mehribon qilgin. O'shgani bilan qo'sha qilgin. Nasibdin. Hamisha Allohim martabasini yo'q, yuzi yorug', hurmat e'tiborli bandalaringdan chegin Allohim. Nima qalbida niyat maqsadlari bo'lsa, o'zing fasl qilgin. Ikki dunyo saodatingda erishtirgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar va rahmatga rahmat. Amin. Rahmat. Ko'rish olasizmi nima? Eshik ochib olinglar. Ko'zlari ochib yotibdi. So'rashinglar.